hamma joylarda pulga sotilayotgan mana shunaqa shurpover naborni 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga sizga berib yuboramiz. E'tibor bering, agroservis do'konida mana shu turdagi shurpover naborlar 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga tarqatib yuborilyapti akalar. 1 so'm pulsiz boshqa do'konlarga borib 300 ming, 400 ming so'mga mana shunaqa shurpover sotib olmasdan bizni do'konimizga kelsangiz 1 so'm pul bermasdan mutlaqo tekinga mana shu shurpover naborni sizga berib yuboramiz. E'tibor bering, shurpover nabor, batareyka, ichida sverlo, atverka, golovkalar bilan jihozlangan mana shu shurpover nabor 1 so'm pulsiz sizga berib yuboriladi. Hozir mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bizni do'konimizga kelganingizda shunga o'xshagan shurpover naborlar va bundan tashqari 50 xil ozg'in instrumentlardan biri tekinga sizga berib yuboriladi. Va undan tashqari akalar, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, shu shurpover naborni qanday qilib tekinga olib ketish shartlarini, to'liq ma'lumotlarni tushuntirib o'taman. Undan tashqari ko'pchilik ukam uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun motoblok olmoqchiman. Shunga sanda yaxshiroq, sifatliroq variantlardan ko'rsat va undan tashqari shu motobloklar uchun chizillardan ham ko'rsatgan degan akalarimiz uchun do'konimizga yangi partiyada mana shu turdagi chizillarimiz tayyor bo'ldi. Shu chizillarimizni hozir narx-navosini, har xil variantlari kelgan, narx-navosini ishlash hamda motobloklarimizni narxlarini sizlarga tanishtirib o'taman va kimda-kim shu turdagi motobloklarni eng arzon narxlarda optim bazasidan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomerimni qoldiryapman, xarid qilib olishingiz mumkin. Xohlasanglar mana shu turdagi motobloklarni shu turda yig'ilgan holatida xarid qilishlar mumkin. Xohlasanglar kelsanglar mana shu yerda ustakalarimiz korobkani ichini ochib, ko'zinglarni oldida ham yig'ib, ishlatib, tekshirib berishimiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Bo'lmasa motoblogimizni hamda orqa tomonda chizildi ma'lumotini berishni boshladik. Motoblogimiz 7 ot kuchli 170 motorlar bilan jihozlangan motoblok moy datchilari bor variantidan bo'lyapti. Xo'p, yoqilg'i turi benzinli varianti hisoblanadi. Benzin baki 5 talik benzin bakdan qo'yilgan bu 7 ot kuchli motoblogimizga. Xo'p, yurishlari zavodni orqali yarimta tortganinglarda bu motoblogimiz juda ham yaxshi, sifatli ishlab beradi. Bu motoblok boshqa motobloklardan ustun tomoni bor. Bu ustun tomoni bu motoblogimizni roli gidravlika baloniga mana bunaqa pachimli qo'yilgan hamda katta balon qo'yilgan. Shuni hisobiga roli juda ham yumshoq motoblok hisoblanadi. Xo'p, reduktorlari katta baquvvat reduktor qo'yilgan, shuni hisobiga tortishlari ham mana bunaqa chizillarda juda ham baquvvat ishlab beradi. Xo'p, oldiga 1-2 skorsi bor, orqaga bittadan zatniy xoti bor bu motoblogimizni. Xo'p, orqa tomondagi chiziliga o'tadigan bo'lsak, bu chizilimiz juda ham universal qilib ishlangan. Hattoki oldi tomonlari ham pastga tevaga ham tushib chiqadi hamda ichkari tashqariga ham legrovka bo'ladi. Uch tomonlariga qalin kota traktorlarni qaldirg'ochlaridan qo'yganmiz, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Bu tomonlarga ham ahamiyat beradi. Juda ham did bilan hamda sifatli materiallardan foydalanganmiz. Materiali juda ham qalin. Bu o'zimiz yasayotgan modeli. Bu tomonda mana Xitoydan kelayotgan modellar. Xitoydan keladiganlar mana bunday materiallarga e'tibor berasizlar. Materiallar sal yuqoriroq bo'ladi. Xitoy zavodskoylari. Xo'p, biz o'zimizda juda ham baquvvat qilib ishlatyapmiz, ishlab chiqazyapmiz. Kimda-kim shu turdagi chizillardan motoblogi uchun xarid qilmoqchi bo'lsa, har xilcha variantlari bor. Narxi 400 ming so'mdan boshlab 700 minggacha har xil modellari bor. Ekrandagi nomerga telefon qilsanglar ma'lumotlarni tanishtiramiz, chizildi yana ham to'liqroq keyin kelib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bu turdagi 7 ot kuchli motobloklarga o'tadigan bo'lsak, mana bu tomonda assortimenti katta. Eng arzon shu turdagi 7 ot kuchli motobloklar 3 million so'mdan boshlab 4 million 500 gacha 50 xildan oshiq 7 ot kuchli motobloklarimiz bor. Bunaqa balonlari pachimli gidravlikalarimiz 4 million, 4,5 million, 4 million 300 har xilcha chiqadi. Xo'p, bu motobloklar uchun arava so'raganlarga aravalarimiz ham xohlasanglar kattaroq, xohlasanglar kichikroq, xohlasanglar dori apparatlari bilan qo'shilgan aravalarimizgacha 100% mavjud. Aytib o'tganimdek, xohlasanglar bu motoblok yig'ilgan, xohlasanglar yashil holatida, xohlaganlarga kelsanglar shu yerda o'zini ham yig'ib beramiz. Xo'p, undan tashqari motobloklar uchun pluglar, selka apparatlari, kartoshka kapatillar, gusenitsali apparatlarida bittali, ikkitali variantlari, kultivatsiya apparat, karcher apparatlari, o't o'radigan apparatlarni aytmasa ham bo'laveradi. Assortimenti juda ham katta akalar. Xo'p, undan tashqari videoni boshida aytdim ukam deding. Xo'p, tekinga shurpover nabor beraman deding. Uni sharti qanday bo'ladi tekinga olish deganlar uchun bizni do'konimizga kelib, hozir ko'chada ko'rsatib o'tgan va bu yerdan xohlagan bitta motoblogingizni o'zingiz uchun eng arzon narxda xarid qilasiz va xarid qilib olganingizdan keyin do'konimizni
ichiga kirib, mana shu barabanni aylantirasiz. Bu barabanimizni ichida mana ko'rishinglar mumkin. Shurpoyor, balgarka, drill, kulishnavor, xullas mana shu yerdagi 100 xildan oshiq instrument shu barabanga qo'yilgan. Motoblok olasiz, kirib shu omadli barabanimizni aylantirasiz va shu yerda turgan qaysi instrument aylanib barabanda tushsa, o'sha instrumentni shunda olamizda, olgan motoblogingizga do'konimiz nomidan shuni olga 1 so'm pul olmasdan sovg'a sifatida sizga beraveramiz. Shuni hisobiga videoga like bosing, kommentga omad deb yozib qo'ying. Xudo xolasi kelganingizda omadingiz ish berib, yaxshi sovg'alar tekinga olib ketasiz. E'tiboringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.